Bu meni sochim va xossalligi soch o'stirishdagi eng katta 3 ta xatoni aytib o'tmoqchiman. Birinchisi, sochni har kuni yuvish. Sochim tez-kir bo'lib ketadi-da, deysizmi? Bu sochingizni har kuni yuvganingiz uchun tez-kir bo'ladi. Shampun hamma ximikat sochingizga zarar beradi va o'zining jilokorligini yo'qotadi bora-bora. Shuni 3 kunlik yuvishga o'tib olishingiz kerak. Ikkinchisi, sochni uchlarini kesib turmaslik. Yoshligimda o'ylardimda, soch pastdan o'sadi, shuncha uchlarini kesib tursa tez o'sadi deb. Yo'q. Sochingiz o'sayotgan paytida, misol uchun oxirida gullagan joylari bo'ladigan bo'lsa, o'sha gullagan joylaridan boshlab kesilib ketaveradi, o'zi sinib qoladi. Shuning uchun sochni uchini iloji boricha uzunligidan qizg'anmasdan kesib turish kerak. Uchinchisi, bu vitamin. Agarda o'zingizda vitamin yetishmaydigan bo'lsa, sochingizga vitamin bera olmaydi, chunki eng katta vitamin vampir hisoblanadi. Agar sizni metabolizmingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa va vitaminlar almashinuvi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, sochingiz zo'r o'sadi, jilokor ko'rinadi va sochingiz o'zingizga yoqa boshlaydi. Bu videoni Rapunzel bo'lishni xohlayotgan dugonangizga jo'natib qo'ying.